Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda sirtni proyeksiyalovchi tekislik bilan kesishuv mavzusiga oid yana bu chizmani ko'rib chiqamiz. Bu chizmamiz 27-variantga tegishli. Bizda berilgan piramidamiz gorizontal usuldan ko'rinishi, frontalda to'g'ridan ko'rinishi. Sirt bilan proyeksiyalovchi tekislik bizda frontal tekislikda kesishyapti. Va u frontal tekislikda biz nuqtalarni aniqlab, gorizontal tekislikda hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi biz aylana chizib olamiz gorizontal tekisligimizga. Aylanamizni diametri 60, radiusi 30 bo'ladi. Aylana chizib olgandan keyin biz aylanani 6 bo'lakka bo'lib olishimizga to'g'ri keladi. Buning uchun nima qilamiz? Sirkulimizni aylanani burchak qismiga ochib, markazgacha masofa hosil qilib, ikki tomonidan nuqtalar hosil qilamiz. Bu tomonda ham xuddi shu ishni yuqoriga pastga qilgan holatda takrorlab olamiz. Va bizda 4 ta nuqta hosil bo'ladi. Aylana bilan yarim aylana chizgan chiziqlarimiz kesishgan holatda va umumiy 6 nuqtani birlashtirib piramidamizni asos 6 burchagini hosil qilib olamiz. Va 6 burchakni markaz bilan birlashtirib qirralarini hosil qilamiz. Undan so'ng frontal tekislikka o'tamiz. Frontal tekislikda eng chetki qismidan bu qism yuqoriga va yuqoriga perpendikulyar 90 gradusda olib chiqqan holatda uzunligini aniqlab olamiz va piramidamizning balandligi 70, ya'ni 7 cm. Buni belgilab bo'lgandan keyin eng chegara qismlarini S2 nuqtamiz bilan birlashtirib olamiz. Va mana bu qirralarimiz, bu qirralarni to'g'ri olib chiqqanimizdan so'ng yuqoriga birlashtirilgandagina hosil bo'ladi. Proyeksiyalovchi chizig'imizni frontal tekislikda markazdan bu qismga 22, ya'ni 2 cm 2 mm masofa o'lchaymiz va belgilaymiz. Va mana shu qismni o'zini nuqta qilib belgilab, shu qismga transpartira qo'yamiz va 60 ni belgilaymiz va ikki nuqtani birlashtirib proyeksiyalovchi tekislik chizig'imizni hosil qilib olamiz. Bu bizda 60 gradusda va mana shu holatda bizani berilish qismimiz yakunlangan hisoblanadi. Berilish qismini chizib bo'lgandan so'ng keyingi jarayonga o'tamiz. Ya'ni frontal tekislikda proyeksiyalovchi tekislik bilan sirt kesishgandan so'ng qirralarda va asosda nuqtalar hosil bo'ldi. Endi nuqtalarni aniqlab olamiz. Birinchi nuqtamiz frontal tekisligida joylashgani uchun 1-2 nuqta hisoblanadi. Ikkinchi nuqtamiz qirrani kesib o'tyapti. 2 shtrix. Uchinchi nuqtamiz ham qirrani kesib o'tyapti. Va 4-chi nuqtamiz ham, 4-chi chiziqlarimiz ham kesishib bu qismda qirrani kesib o'tdi va qirrada hosil bo'ldi. 4-2 nuqtamiz. Frontal tekislikda hosil qilgan nuqtalarimizni gorizontal tekislikka ko'chirib o'tamiz. Bir ikki nuqtamiz ko'rib turganinglardek sirtimizni asosida joylashib turibdi. Demak, biz ham gorizontal tekislikda joylashgan piramidamizni asos qismigacha chizamiz. Mana chizib oldik. Belgilaymiz. Bu qismni kesishdi va mana bu qismni kesishdi.
qismi ham bir u. Endi ikkinchi nuqtamizni olib tushamiz. 2 nuqtamiz frontal tekislikda joylashgan, qirrada hosil bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, bunda ham qirrada hosil qilamiz. Gorizontal tekislikda ham. Bu qismda hosil bo'ldi. Va mana bu qismda. Endi 3-2 nuqtamizni ham gorizontal tekislikka olib tushamiz. Kesishgan chiziqlarni nuqta bilan belgilaymiz va raqamlaymiz. Endi to'g'ri 2 nuqtamizni olib tushamiz qirraga. Kesishgan chiziqlarimizni belgilaymiz va raqamlab nomlaymiz. To'g'ri 1 nuqtamiz. Gorizontal tekislikda hosil qilgan nuqtalarimizni birlashtirib olamiz. Kesilgan yuza qismi gorizontal tekislikda shunday holatda hosil bo'ladi.
piramidamizni profil tekislikda ham hosil qilamiz va profil tekislikda ham hosil qilgan nuqtalarimizni ko'chirib borib, profil tekislikda joylashgan sirtimizda ham kesilgan yuzi qanaqa holatda ko'rinishini chizib olamiz. Buning uchun bu chizig'imiz, ya'ni mana shu chizig'imizni pastgacha davom ettiramiz va bu chiziqqa Y deb nomlaymiz. Y deb nomlaymiz va qirralarni shu qismgacha davom ettiramiz. Frontal tekislikda joylashgan shaklimizni, geometrik shaklimizni shu burchak qismini markaz sifatida foydalanamiz va shu qismga sirkulni qo'yib uzunliklarini chizib olamiz. O'rtadan chizilgan chiziqni yuqorigacha olib chiqamiz. Va S2 ni shu tomonga davom ettiramiz. Va mana shu qismni o'zida S3 nuqtamiz hosil bo'ldi. S3 nuqtamizni ikki chiziq bilan birlashtiramiz va piramidamizni yon tomondan ko'rinishi hosil bo'ladi. Bu tomondan ko'rilgancha bu qirramiz bizga ko'rinib turadi. Shuning uchun qirrani chizib qo'yamiz. Hosil qilgan nuqtalarimizni profil tekisligiga ham ko'chirib o'tamiz. Birinchi nuqtamiz gorizontal tekislikda joylashgan birinchi nuqtamizdan shu Y chizig'imizgacha to'g'ri chizib olamiz. Bitta urinishda ikki marta chizamiz, chunki bizda birinchi nuqtamiz ikkita gorizontal tekislikda. Chizib oldik. Sirkunimiz yordamida turdan bir aylana chizib bu qismgacha hosil olamiz. Bir nuqtamiz va ikki nuqtamiz aylanib kelib shu qismda hosil bo'ldi. Uch nuqta va bu qismda ham bir nuqtamiz va ikki nuqtamiz aylanib kelib shu qismda kesishdi va nuqta hosil bo'ldi. Xuddi shunaqa holatda endi ikkinchi nuqtamizni ham hosil qilib olamiz. Gorizontal tekislikda joylashgan ikkita ikkinchi nuqtamizni Y chizig'imizgacha perpendikulyar holatda chizib olamiz. Turdan bir aylana chizib olamiz. Ikkinchi nuqtamiz.
Mana ikkinchi nuqtadan kelgan chizig'imizda ham to'rtdan bir aylanib chizamiz. Endi frontal tekislikda joylashgan ikki nuqtamizdan to'g'ri chiziq chizamiz. Ya'ni chiziqni davom ettiramiz profil tekis tomonga qarab. Oldik. Endi ikkinchi nuqtamizni chizib olamiz. Ya'ni davom ettiramiz. Ikkinchi nuqtamiz va ikki nuqta aylanib kelib shu qismda kesishdi. Va nuqta hosil qildi. Bu qismda ham endi uchinchi nuqtamizni topib olamiz. Uchinchi nuqtamiz ham xuddi shu birinchi nuqtalarimizga o'xshab topib olinadi. 3-1 nuqtamizdan y chizig'imizga nisbatan perpendikulyar holatda chiziq chizamiz. Ikki marotaba chizamiz, chunki 3 nuqtamiz gorizontal tekislikda ikkita qirrada hosil bo'lib turibdi. Sirkulimiz yordamida to'rtdan bir aylanib chizib olamiz. Uchu ikki nuqtamizni profil tekislik tomonga davom ettiramiz. Uchinchi nuqtamiz va 3-2 nuqtamiz kesishib shu qismda topildi. 3-1 nuqtamiz va 3-2 nuqtamiz shu qismda topildi. Endi 4-chi nuqtamizni hosil qilib olamiz. 4-chi nuqtamiz markazda joylashib turibdi va mana shu chiziq 4-chi nuqtani hisoblanadi. Profil tekislikda frontaldan faqatgina 4-2 davom ettirib olib kelsak bo'ldi. 4-2 nuqtamizni profil tekislikka davom ettiramiz. Kesishib mana bu nuqta va mana bu nuqta kesishib ular mana shu qismda nuqta hosil qilib berdi.
Profil tekislikda kesilgan yuza mana shu holatda hosil bo'lar ekan. Endi biza kesilgan yuzani o'zini haqiqiy kattaligini bu qismda gorizontal tekislikka hosil qilib olamiz. Buning uchun birinchi nuqtamizga sirkulimizdagi qismini qo'yib, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi nuqtamizni x o'qigacha aylana holatida chizib olamiz. Birinchi nuqtamizni o'zi shu qismdan boshlanadi. U aylantirib o'tilmaydi, chunki bu x bilan kesishib turgan joyda asosda ya'ni joylashib turgani uchun. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi nuqtalarimizni pastga gorizontal tekislikka x o'qiga nisbatan perpendikulyar holatda chizib olamiz. Birinchi nuqtamiz shu qismi o'zida joylashib qolgani sababli ikkinchi nuqtani o'zini mana shu ikkinchi chiziqgacha davom ettiramiz. Chiziqlar kesishda belgilaymiz. Endi uchinchi nuqtamizni uchinchi chiziqgacha olib kelamiz. Bir nuqta. Va to'rtinchi nuqtamiz ham to'rtinchi nuqtagacha davom ettiramiz. Hosil qilgan nuqtalarimizni birlashtirib olamiz.
Piramida shaklimizda kesilgan yuzi tekislikka yoyilgan holatda mana shu kattalikda, haqiqatdan mana shu holatda bo'lar ekan. Bizga bugun berilgan endi piramida geometrik shaklimiz. Geometrik shakl bilan kesishgan proyeksiyalovchi chizig'imizni nuqtalarini aniqladik, uni gorizontal tekislikka ko'chirib tushdik va ikkita tekislikda hosil bo'lgan nuqtalarimiz orqali uchinchi profil tekislikda kesilgan yuzani holatini aniqlab oldik. Va mana bu qismda kesilgan yuzi bu qismda holatda turgani uchun shu ko'rinishda bu qismda kesilgan yuzani o'zini tekis holatga keltirganimizda mana shunday haqiqatlikka ega bo'lar ekan. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Barchangizga rahmat. Xayr, salomat bo'ling.